Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. O'zgidromet 12 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatining ba'zi joylarida yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon va Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Tezkor va so'nggi ob-havo ma'lumotlarini bizning kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin.